Hop, endi davom ettiramiz. Demak, 80 va 100 gradusli ikkita qo'shni burchaklar chizdik. Keyingi savolga o'tamiz. Ikki burchagi 40 gradus va 60 gradus bo'lgan 3 burchak chizing. Demak, qandaydir ikkita burchagi 40 gradus va 60 gradusga teng bo'lsa yetarli ekan. Va birorta kesma chizamiz. Hop, endi 40 gradusli burchak hosil qilish uchun berilgan burchakka teng bo'lgan, berilgan o'lchamga teng bo'lgan burchak chizamiz. Bu BA bu 40 gradus bo'lsin. 80 ni 40 ga o'zgartiraman. Mana bu burchak 40 gradus bo'ldi. A burchak. Mana masalan biz nur o'tkazishimiz mumkin bu yerda. 40 gradus bo'ldi. Va masalan ikkinchi burchakni masalan B da hosil qilishimiz mumkin yoki B shtrixda hosil qilishimiz mumkin. Aytaylik masalan B da hosil qilaylik. A B. Hop, ikkinchi burchagi 60 gradus bo'lsin. 60 gradus. Endi soat strelkasi yo'nalishida buraman. Yana nur o'tkazamiz. Hop, bu yerda A shtrix nuqta ko'rinmay qoldi. Ko'rinadigan bo'lish uchun sal bu yoqqa buraman. Hop, endi nur o'tkazaman. Va natijada ikkita nur hosil bo'ldi. Ikkita nur o'tkazdim. Hop, mana bu burchak 60 gradus, bu burchak 40 gradus. Endi nurlarni kesishgan nuqtasini topamiz. O'sha mana kesishgan nuqta uskunasidan foydalanib nurlarni belgilasam, ularni kesishgan nuqtasi S kelib chiqadi. Nurlarni ko'rinmaydigan qilamiz. A shtrix nuqta ham ko'rinmasin. B ni ham, B shtrixni ham yashiramiz. Endi nurlarni ham yashiramiz. Ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Endi S nuqtani A va B nuqtalar bilan tutashtiramiz. Mana natijada bizda 3 burchak hosil bo'ldi. Ikki burchagi 40 gradus va 60 gradus bo'lgan 3 burchak chizildi. Buni o'zgartirishimiz mumkin. Bu nuqtalarni surishimiz mumkin. Lekin burchaklar o'zgarmasdan 40 gradus va 60 gradus bo'lib qolaveradi. Hop, endi keyingi savolga o'tamiz. Tomoni 6 ga unga yopishgan ikki burchagi 50 gradus va 60 gradus bo'lgan 3 burchak chizing. Hop, oldingisidan farqi bu yerda tomoni 6 ga teng. Tomoni o'zgarmas bo'lyapti. Va oldingisida ixtiyoriy ikkita burchakni chizishimiz mumkin edi. Bu yerda aynan shu tomonga yopishgan ikkita burchak chizilish hosil qilinishi kerak ekan. Bu tomoni 6 ga teng bo'lgan kesma hosil qilamiz. Oldin uzunligi 6 ga teng bo'lgan kesma hosil qilamiz. A nuqta uzunligi 6 ga teng bo'lsin. Va kesma hosil qilindi. AB kesma F bilan belgilangan. Endi 50 gradus unga yopishgan ikki burchagi 50 gradus va 70 gradus bo'lgan 3 burchak chizamiz. Hop, dastlab 50 gradusli burchakni hosil qilaylik. B A hop, 50 gradus. Soat strelkasiga teskari yo'nalishda buramiz. Bu mana B shtrixini hosil qildik. Nur o'tkazamiz. Bitta burchak hosil qildik. Endi ikkinchi burchak hosil qilamiz. Demak, oldingi misolga o'xshab ketadi bu yerda ham. Endi burchakning uchi B da bo'lsin va burchakning o'lchami
70 gradus bo'lsin. Endi soat strelkasi yo'nalishida buramiz. Mana A' hosil bo'ldi. Yana nur o'tkazaman bulardan. Hop, A' va B' larni yashirib qo'yamiz ko'rinmaydigan qilib. Endi nurlarni kesishgan nuqtasini topamiz. S' hosil bo'ldi. Endi nurlarni ham ko'rinmaydigan qilib yashirib qo'yamiz. Va nihoyat endi S nuqtani A va B nuqtalar bilan tutashtiramiz. Natijada uchburchakning bitta tomoni 6 ga teng. Unga yopishgan ikkita burchagi 50 gradus va 70 gradus bo'lgan uchburchak hosil bo'ldi. Va mana bu kesmalarni, belgilarini ko'rinmaydigan qilamiz, nomlarini. Mana demak bizda so'ralgan uchburchak hosil bo'ldi. Hop, endi navbatdagi misolga o'tamiz. Ikki tomoni 3 va 5 ga, ular orasidagi burchagi 50 gradusga teng uchburchak chizing. Hop, ikkita tomoni 3 va 5 ga teng ekan. Demak, berilgan uzunlikdagi kesma uskunasidan foydalanib, bittasi 3 ga teng bo'lgan, ikkinchisi 5 ga teng bo'lgan ikkita kesma hosil qilamiz. Mana kesmalar hosil bo'ldi. Ular A, B va AC. Hop, endi berilgan o'lchamga ega bo'lgan burchak uskunasidan foydalanib, uzunligi 5 ga teng bo'lgan kesmani aytaylik 50 gradusga buramiz. 50 gradusli burchak hosil qilamiz. Hop, soat strelkasiga teskari yo'nalishda bo'lsin. Mana burildi. Endi mana bu kesmani ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. S nuqta ham bizga kerak emas, ko'rinmasin. Mana A nuqta, bu burchak. B nuqtani ham pastga tushiramiz belgisini. Endi S' nuqtani B va A lar bilan tutashtiramiz. Natijada bizga so'ralgan uchburchak hosil bo'ldi. Hop, kesmalarni, belgilarini ko'rinmaydigan qilaman. Mana uchburchak hosil bo'ldi. Bitta tomoni 3 ga teng, yana bitta tomoni mana AC' tomoni 5 ga teng. Ular orasidagi burchak 50 gradusga teng. Mana S' nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, o'zimizga qulay bo'lgan o'ng tugmani bosaman-da, bu yerda rename nomini o'zgartirish dan foydalanib, uni S bilan belgilab qo'yaman. Mana natijada A, B, S so'ralgan uchburchak hosil bo'ldi. Hop, navbatdagi misolga o'tamiz, savolga o'tamiz. Tomoni 6 ga teng bo'lgan teng tomonli uchburchak chizing. Demak, oldingi mavzularimizda teng tomonli uchburchak chizganmiz. Endi bu yerda biz aynan mana shu uskuna yordamida teng tomonli uchburchak chizamiz. Tomoni 6 ga teng bo'lgan. Demak, dastlab uzunligi 6 ga teng bo'lgan kesma olamiz. 6 ga teng kesma olindi. Endi 60 gradusli burchak chizamiz. Chunki teng tomonli uchburchakning barcha burchaklari 60 gradusga teng bo'ladi. A, buni ham o'tkazamiz. Endi kesma uskunasidan foydalanib tutashtiramiz.
Natijada teng tomonli uchburchak hosil bo'ladi. Mana tekshirishimiz mumkin, nima uchun teng tomonli uchburchak hosil bo'ladi? Mana aylana uskunasidan foydalanib, mana masalan A nuqtadan B shtrix nuqtadan o'tuvchi aylana chizsam, u B nuqtadan ham o'tadi. Shuni ko'rishimiz mumkin. Yoki B nuqtani markaz qilib A nuqtadan o'tuvchi aylana chizsam, B shtrixdan ham o'tadi. Hop, navbatdagi misolga o'tamiz. Katetlari 3 va 4 ga teng to'g'ri burchakli uchburchak chizing. Hop, tomonlari 3 ga dastlab 3 ga va 4 ga teng bo'lgan kesmalar hosil qilamiz. Buning uchun berilgan uzunlikdagi kesmani hosil qilishdan foydalanamiz. Hop, 3 ga teng. Hop, mana 4 ga teng bo'lsin. Uzunligi 4 ga teng bo'lgan kesma hosil qildik. Endi uzunligi 3 ga teng bo'lgan kesma hosil qilamiz. Uzunligi 3 ga teng bo'lgan. Hop, qaytadan chizaman. O'chirdim. Uzunligi 4 ga teng bo'lgan kesma chizdim. A, B. Endi uzunligi 3 ga teng bo'lgan kesma chizaman. AC. Endi 3 A da bo'lgan 90 gradusli burchak hosil qilaman. Ya'ni C ni 90 gradusga buramiz. 60 gradus, 90 gradus. O'zgartirdim 90 ga. Natijada 90 gradusli burchak hosil bo'ldi. 90 gradusli burchak A ni bu yoqqa yozaman. Shu bilan birgalikda AC kesmani uzunligi mana AC shtrix kesmani uzunligi teng bo'lyapti. Endi buni uzunligi ham 3 ga teng bo'ladi. Endi C shtrixni B bilan tutashtiramiz. Hop, zarur bo'lmagan belgilarni ko'rinmaydigan qilamiz. Masalan, C bizga zarur emas. J ham bizga zarur emas. Hop, kesmalarni nomlari, ya'ni belgilari bizga kerak emas. Hadi, bitta burchagi 90 gradus bo'lgan. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak chizildi. Mana bu AB kesma 4 ga teng, AC shtrix kesma esa 3 ga teng. Hop, C shtrixni biz C bilan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Mana o'ng tugmani bosib, mana rename nomini o'zgartir deganimdan foydalanib men uni C bilan belgilayman. C ga o'zgartiraman. Mana A, B, C uchburchak hosil bo'ldi. Hop, navbatdagi misolga o'tamiz. Rasmni o'chiraman. Burchak chizilgan, unga teng burchak chizing. Hop, bizga qandaydir burchak chizilgan. Ikkita nur chizaylik, bitta nuqtadan. Burchak chizilgan. Boshqa biror nuqtada, uchi boshqa birorta nuqtada bo'lgan shu burchakka teng boshqa bir burchak chizamiz. Hop, dastlab bu burchakni qiymatini topamiz. Uning uchun demak mana bu yerda burchaklardan birinchi uskunadan foydalandim. Mana demak alfa burchak hosil bo'ldi. Uni qiymati ham mana bu yerda berilgan. Endi boshqa bir nuqtadan bir nur chiqaramiz. Masalan, 3 D nuqtada bo'lgan, aynan alfaga teng bo'lgan yangi bir burchak hosil qilmoqchiman. Buning uchun mana
qiymati, ya'ni o'lchami berilgan burchakka teng bo'lgan burchak chizaman. 7. Endi alfaga teng bo'lsin. Chunki mana bizda alfa bilan belgilangan. Alfani tanlayman. Natijada alfa burchakka burdi, mana bu y'ni alfa burchakka burib, d nuqta atrofida y' nuqta hosil qilindi. U beta bilan belgilandi. Endi d va y' dan nur o'tkazaman. Natijada mana yangi burchak hosil bo'ldi. Uchi d nuqtada, lekin qiymati aynan alfa burchakka teng. Mana masalan alfa burchagini suradigan bo'lsam, alfa burchagining qiymati o'zgarib boryapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Unga mos ravishda, demak, beta burchak ham o'zgarib boryapti. Lekin ular tengligi saqlanyapti. Ko'rishingiz mumkin. Turli holatlarini keltirishimiz mumkin. Shunday qilib, berilgan burchakka teng boshqa bir burchak chizdik. E'tiboringlar uchun rahmat.